Assalomu alaykum, Pavloniya ishqibozlari. 2026-yil 13-aprel holatida o'rtacha 40 cm o'sgan pavloniyamiz. Pavloniya ko'chatini yetishtirayotganlar, pavloniya daraxtini o'stirayotganlar yozib ketamiz. 2026 13-aprel holatida qancha o'sib qoldi sizlarda? Mana yangi chiqqan shu yilgi pavloniya. O'tgan yili uncha yaxshi bo'lmagan, mana tanasi ham ingichka bo'lib qolgan. Shu yil ko'karganiga bir 15 kun atrofida bo'lgan bo'lsa ham, martda oxirida ko'kargan, martda o'rtalarida ko'karmagan. O'shandan beri mana 30-40 cm o'sib qoldi. Mana bu bo'lsa 2 yillik daraxti bu. 2 yillik daraxti bu endi anchagina katta bo'ladi. Mana buni plan qilyapmiz. Mana buni uzun qilib o'stiramiz. Bu shamolda singanligi uchun mana 2 shox bo'lib qolgan o'tgan yili. Shuni hisobiga uzun bo'lib keta olmagan. Past tanasi 3 metrdan ziyod bo'lsa ham, tepasi shoxalab qolgan. Shuning uchun buni o'stirmoqchimiz. 5-6 metr shu yil hisobida mana buni o'tib ketish kerak. Pavloniya ishqibozlari bo'lsa, Pavloniya haqida o'zlaringizni maslahatlaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Layklarni bosamiz.